Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun biz qarindishimiz Mirkamil Kashg'ari qalamga olgan 7 bölüm davom qildigan qasdan tarixga ko'mib ozodlik dahisi Netaji Subhas Chandra Bose va qissadan Uyg'urlarga hissa nomli bu yozmaning 1-bölümini huzuringizga sunamiz. Albatta qarindishimiz Mirkamil Kashg'ari bu tafsili yozmasining har bir bölümida qissadan Uyg'urlarga hissa mavzusida shu bölümden elindigan ibratlarni, darslarni har bir bölümde o'tirg'a qo'ydi. Lekin 7 bölümden keyin 8-qismida maxsus umumiy shaklda 7 bölümning ichidagi barliq mazmunlarning xulosasini o'tirg'a qo'ydi va mustaqillik, ozodlik harakatiga yo'l ko'rsatadigan, yo'l xaritasi bo'ladigan, bizning mustaqillik harakatimizga alohida his qo'shadigan, ta'sir ko'rsatadigan eng muhim nuqtalarni tilga elib o'tadi inshaalloh. Shuning uchun biz bugun qarindishimiz Mirkamil Kashg'arining bu yozmasiga muqaddima sifatida qalamga olgan qalbida ozodlik o'ti o'chmagan qarindoshlarimga xush xabar degan yozmasini boshda arqadan qasdan tarixga ko'mib ozodlik dahisi Netaji Subhas Chandra Bose va qissadan Uyg'urlarga hissa nomli yozmaning 1-bölümini huzuringizga sunamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Abdullah Yalqun. Qalbida ozodlik o'ti o'chmagan qarindoshlarimga xush xabar. Tarixni tomoshabinlar emas, maydonga tushganlar yozadi. Millatning putidagi asorat zanjirini yosh to'kib yolvurish emas, po'latdek iroda bilan tavlangan strategiya pachaqlab tashlaydi. Biz 70 yildan beri kurash qildik, qurbon berdik, qon va yoshlarimiz suvdek oqdi. Lekin qachongacha ozodlik okeanining qirg'oqida turib, uning to'lqinlarini sanab o'ltiramiz. Qachongacha boshqalarning qutqizish kemasiga talmirib, o'zimizning butun bir filot yasashga qodir yushurin qudratimizni nazardan saqit qilamiz. Balki mag'lubiyat bizning kuchimizning ojizligida emas, balki biz davomlashtirayotgan yo'l xaritasining xato ekanligidandir. Balkim biz yodlagan qahramonlik dostonlarining eng halqiliq, eng muhim bobi qasdan yirtib tashlangandir. Endi shu yirtilgan sahifani qayta ulab, ozodlikning haqiqiy dasturini tarixga qaytadan naqsh qiladigan payt yetib keldi. Men sizlarga tarixning qasdan yushirgan bir sirini, qo'shnimiz Hindistonning o't yurak o'g'lani Netaji Subhas Chandra Bosening o'lmas dastonini anglatmoqchiman. Bu yerdagi Netaji degan so'z ulug' dahi degan ma'noda. Tarix bizga bir afsona so'zlab berdi. Ammo haqiqatning parda orqasida Hindistonni Mahatma Gandhi emas, Subhas Chandra Bose ozod qilgan deb yangragan texmo hayvatlik bir daston yotadi. U bir butun imperiyani titratgan surgundagi ko'langa. U ozodlikning faqat tinchlik yo'li bilan emas, balki sharaflik, ammo intayin jaboliq qurolliq kurash bilan qo'lga keladiganligini isbotlagan po'lat iroda. Qanday qilib bir yolg'iz inson o'lim to'zoqlarini yerib chiqib, Yevropadan Osiyoga qadar itirofga erishib, dushmanning dushmanini o'z millatining ozodligi uchun xizmat qiladigan ittifoqchiga aylantira oladi. Uning chet ellarda yolg'iz qo'lga keltirgan diplomatik utuqlari-chi, qanday qilib surgunda turib, dunyoning eng qudratli davlatlarini qoyil qilib, xalqaro qonun e'tirof qilgan ozod Hindiston vaqtliq hukumatini qura oladi. Qanday qilib satqun deb ayiblangan minglagan harbiy asirlarning yuragidagi vatan sevgisini qaytadan uyg'otib, lavuldab yonadigan ozodlik mash'allariga aylantira oladi va ozod Hindiston vaqtliq hukumatining qonunliq haq-huquqlari doirasida chet elda o'limdan qo'rqmas ozod Hindiston armiyasini barpo qila oladi. Bu hikoya bizning aynikimiz. Uningga qarab o'zimizdagi yushurin qudratni bayqiy olishimiz mumkin. Bizning diasporamizda bir davlatni qurib, boshqarib ketalaydigan, lekin sahna topolmayotgan talant egalari xalqaroliq cho'ng iqtisodiy shirkatlar bilan raqobatlasha oladigan,
ular bilan o'xshash o'rindiqda o'rin olalaydigan talantli korxonachi nomzodlar qandoq parvoz qilishni bilolmay xo'rab ketyotidi. Bizning qarindoshlarimiz ichida janggohlarda po'latdek tavlanib, urush tajribalari bilan sistemalik davlat armiyalarini o'ziga hayron qoldirgan, islom va vatan millat uchun har vaqt o'limga, shundaqla bir harbiy buyruqqa tayyor 10 minglagan shir yurak qahramon mujohidlarimiz fursat kutib turadi. Amisi tarixning bu halqiliq paytida millatni umidsizlik bulutlari qoplagan bu istutaklik vaziyatda bu ayrim olmos donchilarini bir yerga tizib, butun dunyoning ko'zini qamashtiradigan ozodlik tojini kim yasaydi? Bu chechilang'o kuchlarni bir nuqtaga yig'ib, uning atom bombasidek qudratini namoyon qiladigan tashkilligicha qayerda? Subhash Chandra Bosning bu dastoni dal shu tashkillash iqtidorining ximiyalik formulasidir. U ozodlikning injenerligi, siyosatning sehrlik taktikasidir. Shunga bu bir hikoya emas. Bu bir uyg'onishnamasi. Bu bir safarbarlik chaqiriqi. Bu bir harbiy maktab. U bir strategiyalik qo'llanma. Atidan boshlab mening Facebook sahifamni, ya'ni mening bu ideya qarorgohimni ziyorat qilinglar. Necha oydan buyon kompyuter oldida mukchib o'ltirib hozirlab chiqqan bu o'tliq dastonning har bir bobini ko'ngil ichish uchun emas, balki bir sarkardining jang planini o'rgangandek o'rganinglar. Har bir harfini yuraginglarga, har bir strategiyani analiz idrokinglarga naqsh qilinglar. Bu dastonni biz tarix o'qish uchun emas, tarix yaratish uchun o'qiymiz. Hurmat bilan Mirkamil Kashg'ari, 2025-yili 17-avgust. Qasdan tarixga ko'mitilgan ozodlik dahisi Netaji, Subhash Chandra Bos va qissadan Uyg'urlarga hissa 1-bo'lim. Askartish. Har bir millatning ozodlik ko'rishi va duch kelgan sharoiti o'zgacha bo'ladi va bir-biriga o'xshamaydi. Lekin ozodlikka erishishning davr, millat, jug'rofiya va din halqigan universal qonuniyatlari, o'zgarmas metodlari mavjuddir. Biz Sharqi Turkistonliklar bu dastonda dal ana shu davr halqigan o'rtaq o'lcham va metodlar bo'yicha o'zimizning yo'l xaritasini sezish uchun ilhom olamiz. Qarindoshlar, bu o'tliq dastonning texmo ko'p qalblarga yetib berishi uchun ham bahrlashni, inkos yezib, barmoq besishni ayamag'aysizlar. Ozodlik berilmaydi, u tartib elinadi. Manga sizlar qon beringlar, men sizlarga ozodlik beray. Bu nutq maydonida yangragan quruq shuar emas. Bu 20-asrda butun Hindiston osmonini larziga solgan, bir butun imperiyaning o'lini titratgan muqaddas bir kurash chaqiriqi, qon bilan yozilgan qasam edi. Bu ovoz necha 10 yil Gandhining tinchlik falsafasiga ko'nib, sabr toqat bilan zolimning insofga kelishini kutib, qalbidagi umidsizlik tig'ining ostida ezilib yotgan bir millatning ruhidagi yushurun yonar tog'ni portlatgan, ajdodlarning qinida eqiyotgan jangovarlik ruhini qaytadan uyg'otgan o'tliq nido edi. Bu ovoz ozodlikning sadaqa qilinmaydiganligini, balki qon va jon badaliga tortib elindiganligini jakarlagan edi. Bu ovoz qulluq zanjirini yig'izori bilan emas, po'lat iroda va jon pidolik bilan uzib tashlash kerakligini butun dunyoga e'lon qilgan edi. Bu o'z xalqi tarafidan muhabbat va hurmat bilan Netaji, ya'ni ulug' dahiy deb atalgan Subhash Chandra Bosning ovozi edi. Uning hayoti faqat bir siyosatchining hayot hikoyasi emas, balki bir butun millatning ozodlikka bo'lgan eng shiddatli orzusiga beg'ishlangan, yolqulluq, bo'ron-chapqulluq, xiyonat va qahramonlik bilan kiralishib ketgan, har bir betidan jon pidolik urg'ib turadigan afsonaviy dostondir. 1-bob Parlaq yulduzning ko'tarilishi
va ruhlarning yo'l ayrimi. 1897-yili Hindiston qorong'u zulmat ichida ingrayotgan bir paytda bayashat bir oilada yulduz parladi. Bu Subhas Chandra Bose edi. Uning tug'ilishida peshonasiga bir millatning taqdirini o'zgartirish yozilgandek, yoshligida o'tkir aqli, po'latdak irodasi va hech kimga bo'y egmas ruhi bilan atrofidagilarni hayron qoldirdi. U Angliyaga berib, mustamlakachilarning eng oliy darajalik hukumat xizmati bo'lgan Hindiston haq talab ishlari imtihonidan a'lo natija bilan o'tib, o'ziga porloq kelgusining eshigini ochdi. Lekin u zolim mustamlakachi hukumatga xizmat qilib, yuqori maosh va shon sharaf ichida yashashni o'ziga eng cho'ng numus deb bildi. Uning qalbida birli nido yangraydi. Ona vatanning ozodligi mening shaxsiy shon sharaflarimdan ming qatim a'lodir. Shunga u butun dunyoni hayron qoldirib, bu bayashatlik puristidan qat'iy voz kechdi. Hindistonga qaytib kelishi bilan u o'zini darhol ozodlik ko'rishining o't yolqiniga otdi va Hindiston milliy qurultiyiga qo'shildi. Uning mislsiz tashkillash qobiliyati, o'tliq nutqlari va yoshlarning qalbini jalb qilish kuchi uni tizlib butun Hindistondagi eng parlaydigan siyosiy yulduzga aylantirdi. U qisqa vaqt ichida Gandhidan qolsa qurultaydagi eng ta'sir kuchi yuqori rahbarlarning biriga aylandi. 1938 va 1939-yili ikki qatim orqama-orqadan qurultayning raisligiga saylandi. Bo'libmi ikkinchi qatimda u Mahatma Gandhi o'zi bevosita barliq inovatini to'g'ri tikib qo'llagan nomzodni g'oyat zo'r ustunlik bilan yengib, butun qurultayni hayron qoldirdi. O'zining qanchalik zo'r ta'siriga ega ekanligini isbotladi. Aslida Bose 1921-yili Hindistonga qaytib kelganda oldi bilan Bombayda Mahatma Gandhi bilan ko'rishgan. U Gandhining xalqni safarbar qilish iqtidoriga, millionlagan insonlarni bir ovoz atrofiga to'plash jalbkorligiga qoyil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning tinch qarshilik harakatining oxirgi nishoni va bu musobaning ro'shan strategiyasi haqida so'ragan o'tliq savollarga aniq javob ololmaganda ko'nglida bir bo'shliq, bir gumon his qilgan edi. Gandhi mu bu yoshning ko'zlaridagi o'tni, aqliy ziyraklikni darhol bayqagan. Ammo shuning bilan birga bu bo'yin egmas ruhning va uningdagi mustaqil tafakkurining o'zining mutlaq itoatni talab qiladigan rahbarlik uslubiga bir kuni cho'qim xiris bo'ladiganligini sezgan edi. Shundaqdimi qurultay ayni vaqtdagi birdan-bir sahna bo'lg'achqa, Bose o'z g'oyasini amalga oshirish uchun bu safga qo'shildi. U tezla yoshlar va qurultaydagi radikal qanoatning ma'naviy dahisiga aylandi. Uning nufuzining kun sari eshishi Gandhi va uning atrofidagi ko'ni avlod rahbarlarining qalbida cho'nqur andisha va hasad o'tini yondirdi. Gandhi Bosening o'zining tinchlik falsafasiga butunlay qarshi bo'lgan kuch ishlatish targ'ibotining bir kuni o'zi qurgan bu harakatning yo'nalishini o'zgartirib etadigan eng kuchli raqibga aylanganligini tu'nib yetgan edi. Bu ideyaviy ziddiyat 1939-yildagi qurultay raisligi saylamida portladi. Gandhi o'zining sodiq agashkuchisi Pattabi Sitaramayani nomzod qilib ko'rsatib, uning g'alaba qilishini o'zining shaxsiy nufuzi bilan kafolatlantirmoqchi bo'ldi. Ammo saylam natijasi butun Hindistonni zilzilaga solgan siyosiy yer tavrash bo'ldi. Bu qurultayning ruhi Gandhining yo'lidan burilib, Bose ko'rsatgan yo'lga moyil bo'lishga boshlaganligining oshkora isboti edi. Mag'lubiyatga chidamagan Gandhi bu Pattabining mag'lubiyati emas, mening mag'lubiyatimdir deb jakarladi. Shuning bilan qurultay osmonida ikki quyosh paydo bo'ldi. Biri hurmatga sazovor, ammo sabr toqatni birdan-bir qurol qilgan Mahatma Gandhi, yana biri yosh, qaynoq, o'tliq va harakatchan Subhas Chandra Bose. Ammo ikki quyosh bir osmonga hargiz sig'maydi. Shunga Gandhi va uning sodiqlari Bosening xizmatlariga moslashmay, uni butunlay yetim qoldirishga urindi. Gandhi va uning agashkuchilari tinch qarshilikni birdan-bir yo'l deb qarab, Britaniya bilan suhbatlashish orqali dominionlik huquqini qo'lga keltirishni nishon qiladi. Bu amaliyotda Britaniya imperiyasiga sadoqatini bildirib,
yuksak avtonomiyaga erishish deganlik edi. Bus buni qat'iy rad qildi. Uning uchun dominionlik qulluqning yaltiroq qog'ozga o'ralgan yana bir shakli edi. U Purna Swaraj, ya'ni to'liq mustaqillikni talab qildi. Uning nazarida Ikkinchi dunyo urushining portlashi Hindistonga nisbatan tarixdagi qayta topqili bo'lmaydigan oltin fursat edi. U bu fursatni ching tutib, Britaniyaga 6 oylik muhlat berishni, agar bu vaqt ichida Hindistonga mustaqillik bermasa, butun mamlakat miqyosida keng ko'lamlik amaliy qarshilik harakati qo'zg'ashni tashabbus qildi. Ammo bu taklif Gandhi tarafidan rad qilindi. Oxirgi munozirlarning birida ikki buyuk ruhning yo'li manguga ayrildi. Bos Gandhiga o'tinish va kaskinlik bilan mundoq dedi: "Hurmatli Mahatma, sizning yo'lingiz bir ruhaniylik yo'li, ammo bir millatning taqdirini faqat ruhoniy harakatga tayandirib qo'yishga bo'lmaydi. Dushman qilich ko'tarib kelganda biz uningga gul tutib chiqolmaymiz. Vaqt bizni kutib turmaydi." Gandhining javobi tamkin, ammo kelishmaslik bilan to'lgan edi. Zo'ravonlik faqat texmi ko'p zo'ravonlikni tug'diradi. Agar biz dushmanimizning usulini qo'llansak, uning bilan nima farqimiz qoladi? Bu faqat ikki siyosiy yo'lning tanlashi emas, balki ikki xil dunyo qarashning, ikki xil ruhning to'qinishi edi. Bu ikki buyuk ruhning hargiz kelisholmaydigan yo'l ayrimi edi. Bir tarafda sabrchanlik bilan zolimning vijdonini uyg'otishga tirishadigan ruh, yana bir tarafda zulmning oldida tiz bukkanning o'rniga tik turib o'lishni afzal ko'radigan, yuraklardagi g'azab o'tini inqilob mash'aliga aylantirishni tashabbus qiladigan mardona ruh bor edi. Bos dal shu ikkinchi ruhning, ya'ni yosh, qaynoq va umidvor Hindistonning ovozi edi. Oxirida o'z ideyasini amalga oshirish imkoniyati qolmaganligini his qilgan Bos, g'azab va umidsizlik ichida o'zi qon tari bilan taraqqiy qildirgan qurultaydan iste'fo berdi. Shu kuni u o'zining kundalik xotirasiga mundoq deb yozgan edi: "Bugun men yolg'iz qoldim, ammo mening yo'lim haqiqatning yo'lidir. Agar butun dunyo menga qarshi chiqsa-mu, agar men bu yo'lda yolg'iz mengishga majbur bo'lsam-mu, qilchi ikkilanmayman." Bu so'zlar bir qahramonning o'z g'oyasi uchun dunyodan yuz o'rishdan qo'rqmaydigan po'lat irodasining ifodasi edi. Uning oqquzgan ko'z yoshi o'zining siyosiy mag'lubiyati va chatki qilganligi uchun emas, balki millionlagan qarindoshlarining yanada qulluq zanjiri ostida yashayotganligi, ammo ozodlikning oltin puristining qo'ldan ketib qolish xavfi borligidek jiddiy strategik taqozo yuzidan edi. Shu kundan boshlab uning qalbida birli nido yangrashga boshladi. Har qanday badal to'lashdan qat'iy nazar, Hindiston cho'qim mushu oltin fursatda mustaqil bo'lishi kerak. Bu yangi bir kurashning, texmi xatarlik, texmi sharaflik bir safarning boshlanganligidan derak beradi. Xo'sh, endi qissadan biz Sharq Turkistonliklarga tushgan hissiga kelayli. Chandra Bos dastonining birinchi bo'limidan ruhimizga o'yiladigan 8 mash'al. Birinchi mash'al 70 yillik g'aflat uyqusidan uyg'onish, ozodlik sadaqa qilinmaydi. U qurbonlik bilan tortib elinadi. 70 yillik uzun kecha bizni shirin ammo zaharlik bir g'aflat tushiga g'arq qildi. Bu tushda dunyoning bizga ich og'ritishini, zolimning bir kuni insofga kelib vijdonining uyg'onishini yoki dunyoning qo'limizdan tutib Xitoyni vatanimizdan qo'g'lab chiqarib berishini kutdik. Ko'z yoshlarimizni daryo qilib eqitib, atalmish kishilik huquq, insonparvarlik degan yaltiroq shuarlarning soyasidan panohlik diladik. Umidimizni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qabristonlikdek sukutiga, xalqaro qonunlarning oq qog'oz ustidagi o'lik harflariga bog'ladik. Go'yo ozodlik biraylarning bizga ich og'ritib elib beradigan sadaqasidak qo'limizni so'zib yurdik. Lekin har qanday tushning uyg'onadigan bir so'g'uq sahri bo'ladi. Mana endi shu rahimsiz dunyoning
muzdek reallıqı ko'z oldimizda turibdi. Biz ilohlashtirgan u oliyjanob prinsiplar cho'ng davlatlarning qorong'u manfaatlari oldida qandoq rahimsizlarcha yirtib tashlangan qog'oz parchalariga aylandi. G'azzining osmoniga o'rlagan ahu faryodlar, Birmada daryo bo'lib oqqan qonlar, Ukrainaning xarobiylarida yig'ilgan buvoqlarning chiyqirashlari, bularning qaysi tosh yurak siyosatning manfaat tarozisini tavritalidi. Endi shu haqiqatni qon qinimiz bilan his qiladigan vaqt keldi. Bizning mavjudligimiz yoki yo'qolishimiz dunyodagi biror kuchning bevosita manfaatiga xanjardek sanjiladigan yoki ziyniga qalqon bo'ladigan bir holatni o'zimizning kuchi bilan o'zimiz yaratmoqcha hech kim hech qachon bizning ko'z yoshimiz uchunla ozodligimizga o'z kelgusini tikmaydi. Bizning o'z putimiz bilan tik tura oladiganligimizga ishonmay turib, hech bir kuch natijasi aniqsiz ishga mablag' solmaydi. Albatta, bu Xitoyning irqiy qirg'inchiligini va vahshiyligini dunyoga anglatmaydi deganlik emas. Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini fosh qilish albatta bizning bosh tortib bo'lmas burchimiz. Lekin bu hargizmi ko'rishimizning asosli g'oyasi emas. Balki mustaqillikdan iborat muqaddas g'oyaga yetish yo'lidagi bir vosita, bir qurolli bo'lishi lozim. Shunga Netaji Bosning osmonni titratgan ozodlik berilmaydi, u tortib elinadi degan hukmini qalbimizning eng chunqur yeriga o'yayli. Ruhimizdagi 70 yillik tilamchilik va kutish psixikasini o'z putimiz bilan das o'rnimizdan turish irodamizning o'tida ko'ydirib tashlaydi. Xitoyning jinoyatini fosh qilishdan iborat vositani g'oya qilib olishdek bekinmachilikdan qutulib, o'z taqdirimizning hukmroni bo'lish uchun po'lat iroda bilan kurash qilib tortib olish yo'lini jiddiy o'ylashayli. Ikkinchi mash'al, oltin taxt va vijdon o'ttirisidagi tanlash haqiqiy shon-sharafning o'lchami. Bu bizga bo'libmi chet ellarda o'zining va oilasining rohati bilan bo'lib yashayotgan va nomus qilmasdan men siyosatga aralashmayman deyotgan, hatto Xitoyga sat ko'rinib qolmaslik uchun Xitoy elchixonasining faoliyatiga o'zi qatnashmasimi ayolini yoki qizlarini yo'llash orqali yo'qlamadan o'tib turishni jonbaxtalik falsafasi qilib olgan kishilarimizga o'tkir bir savolni sanjiydi. Bir inson uchun haqiqiy shon-sharaf nima? Zolim mustamlikchidan tamodi bo'lish yoki ishg'oliyatchi davlat sistemasi ichida yuqori mansablarga erishib, o'zi uchun oltin taxt yasab, sharmandalarcha rohat farog'atda yashashmi? Yoki shu imtiyozlarni nomus deb bilib, uningdan qat'iy voz kechib, o'zini millatning tikanlik ammo sharaflik ozodlik yo'liga atashmi? Bosning tanlashi shu haqiqatni jakarlaydi. O'z millati asorat ostida ingravotganda qo'lga kelgan har qanday shaxsiy shon-sharaf ruhga kiydirilgan kishan vijdonga sanchilgan zaharlik xanjardir. Darvaqa vatanni onasi o'rnida ko'rgan har qanday vatanparvarga nisbatan o'z millati asorat ostida ingravotganda dushmanga xizmat qilib qo'lga kelgan har qanday oliy akademik unvon va har qanday shon-sharaf ruhiga kuydirilgan kishan vijdoniga sanchilgan xanjar hisoblanishi lozim. Chandra Bosning qalbida yangragan ona vatanning ozodligi mening shaxsiy shon-sharaflarimdan ming qat a'lodir degan nido har bir haqiqiy vatanparvarning ruhiy qasamiga aylanishi kerak. Bugungi kunda bizning nurg'unlagan qobiliyatli yoshlarimiz Turkiya va G'arb ellarida ilm-fanning yuqori pallariga chiqib, o'zlari uchun oltin taxt, isil imtiyozlarni yaratdi. Lekin Bosning o'lmas ruhi bizga shuni eskartmoqda. Haqiqiy ziyoli, haqiqiy vatanparvar o'z qobiliyatini faqat shaxsiy rohati uchun ishlatmaydi. Aksicha, u o'z bilimini millatning ozodlik ko'rishi uchun o'tkir bir qilichqa, o'z o'rnini vatanni qo'g'daydigan mustahkam bir qo'rg'onga aylantirdi. Shunga haqiqiy shon-sharaf erishgan yuksak mansabda emas, balki o'z millatining ozodligi uchun shu mansabdan voz kecha oladigan yoki uni millat uchun xizmat qildira oladigan
po'lat irodada jilvalanadi. 3-chi mash'al. Zolimning vijdonidan umid kutishdek o'lik xiyolni dafn qilish. Gandining yo'li bir ruhaniyatchining yo'li edi. U zolimning yuragidagi yoshirin yaxshilikqa ishonadi. Lekin bizning 70 yillik tashkillik yig'lab yurishimiz mohiyatda shu Gandichi yo'lning oxiriga chiqmaydigan bir nusxasi bo'lib qolmadimi? Natija nima bo'ldi? Biz yig'ilgancha dushmanning qalbi yumshamoqda yo'q, aksicha texamo qatdi. Dunyoning manfaat luqmasiga to'lgan suvani texamo sukutga cho'mdi. Zulmning qamchisi texamo zaharlandi. Netaji Bosning ruhi bugun bizga shuni jakarlamoqda. Dushman qilich ko'tarib kelganda uningga gul tutib chiqish o'z-o'zini o'ldirishdir. Zalim faqat birli tilni tushunadi. U bo'lsa-mu kuchning tili. Shunga biz dunyoga o'zimizning mazlumligimizni ko'rsatib, hissdoshlik tilinish sahnasidan tushib, uning o'rniga o'zimizning tog'dak masmut, yengilmas irodamizni namoyon qilish orqali hurmatga va haqiqiy ittifoqdoshlarga erishish sahnasiga chiqishimiz kerak. 4-chi mash'al. Nishonning qutb yulduzidek aniq va mutlaq bo'lishi. Avtonomiya emas, to'liq mustaqillik. Netaji Bos Gandhi talab qilgan domini yo'lliqni, ya'ni qulluqning yaltiroq qog'ozga o'ralgan yana bir shaklini qandoq nafrat bilan rad qilgan bo'lsa, biz har turli kishilik huquqning yaxshilanishi, madaniyatning qo'g'dilishi yoki haqiqiy avtonomiya degandek so'zlardan shundoq hazar aylishimiz lozim. Bular bizni mangulik qulluq sozliqiga texmi cho'nqur paturadigan, o'limga elib boradigan tatliq yolg'onlardir. Bizning kurash bayrog'imizga faqat birla so'z yezilishi kerak. Mustaqillik, to'liq mustaqillik. Bu bizning qutb yulduzimiz, yo'limizdagi birdan-bir nurliq mash'al bo'lishi shart. Bu nishondan qilchi tavransak, dushmanning aldamchiligiga uchraymiz va ko'rishimizning ruhi o'lidi. 5-chi mash'al. Bo'ron chapqinliq dengizda yo'l tepish, strategiyalik oltin fursatni yaratish va tutish. Netaji Bos dunyo urushidek baloyi ofatni millati uchun oltin fursatga aylandira oldi. Uning bu o'tkir strategiyalik nazari biz uchun eng chunqur darsdir. Biz ichki raqobat va manmanlik talash-tortishlarga petib, dunyoning bo'ron chapqinliq dengizida passiv laylab yurgan ojiz kema bo'lishdan saqlanishimiz kerak. Aksicha dunyoning har bir to'lqinini, cho'ng kuchlar o'ttirisidagi har bir to'qinishni, dushmanimizning xalqarodagi har bir ojizligini o'tkir ko'zitib, o'zimiz uchun fursat yaratadigan va kelgan fursatni qat'iy qo'ldan bermaydigan mahir kapitallarga aylanishimiz lozim. Unutmaydi, vaqt bizni kutib turmaydi. 6-chi mash'al. Haqiqat yo'lidagi yolg'izlik, yangi yo'l ochquchilarning po'lat irodasi. Netaji Bos o'zi ishongan haqiqat uchun Gandidek bir taqqa, butun bir qurultayga qarshi turishdan qo'rqmadi. Uning agar men bu yo'lda yolg'iz mengishga majbur bo'lsam-mu, qilchi ikkilanmayman degan so'zlari bir qahramonning yurak qini bilan yozilgan qasamidir. Bugungi diasporadagi rahbarlarimiz va har bir vatanparvar o'zidan so'rab baqsin. Biz ko'nigan, ammo natijasi ko'rilmagan koni yo'llarda mengishni davomlashtiramdiq yoki haqiqatning tikanlik, ammo sharaflik yo'lida yolg'iz bo'lsa-mu mengishga jur'at qila olamdiq. Haqiqiy dohiylik ko'pchilikning olqishiga emas, haqiqatning chaqirig'iga ergashishdir. 7-chi mash'al. Ozodlik daraxining qon bilan sug'urilishi. Menga sizlar qon beringlar, men sizlarga ozodlik beray. Bu nutq maydonida yangragan quruq shuar emas. Bu ozodlikning azaldan o'zgarmas qonuniyati, koinotga o'yilgan eng oxirgi formulasidir. 70 yillik ko'z yoshlarimiz bizga hissdoshlikning ko'z yoshimizni aytadigan qog'oz yog'liqidan boshqa hech narsa elib kelmadi. Chunki ozodlik tarixi mazlumlarning ko'z yoshi bilan emas, balki qahramonlarning qini bilan sug'urilgandila ko'klaydi. Chandra Bosning ruhi bizga shuni uqtirmoqda. Millatning erki uchun eng aziz bo'lgan jonni va eng qizil bo'lgan qonni taqdim qilishga tayyor bo'lgan bir avlod yetishib chiqmoqcha, haqiqiy mustaqillik bir sahrodagi olvonga o'xshaydi.
Biz cho'qim yoshlarımizning qalbidagi qo'rqinchni tozalab, ularning tomiriga ajdodlarimizning jangovar jihad ruhini, Netajining o'limdan qo'rqmas irodasini singdirishimiz kerak. 8-mash'al. O'z yuragimizga sanjilgan xanjarni sug'urib tashlash, ichki ixtilofdan halqib harakatga o'tish. Buz bilan Gandhi o'ttirsidagi yo'l ayrimi qarmoqqa bir parchilanishdek tuyulsa-mu, amaliyotda Netaji o'z yo'lini topganda ikkilanmasdan olg'a ilgirladi. Gandhini yoki qurultayni tillab ayblabmi yurmadi. Bizning ichimizdagi ixtiloflar, guruhbozlik va shaxsiy hasadxo'rliklarchu. Ular dushmanning o'qidimmi battar o'zimiz o'z yuragimizga sanjiyotgan zaharlik xanjar bo'lishdan halqiy olmadi. İçimizdeki ba'zi oliy unvonliq, bilarman ushuk tekkan eshak harilari muhojiratga chiqqandan tortib, o'zlari biror chora yoki yo'l ko'rsatish uyoqda tursin, hadisali tashkilotlarimizni tillab, Uyg'urni Uyg'urga sat ko'rsatib, tashkilotlanish qizg'inligimizga suv to'kdi. Anglab olgan ba'zi xatoliklarni tutqu qilib olib, ijtimoiy birligimiz va sistemalashish iqtidorimizga keslata qo'ydi. Albatta ideya va metod ustidagi munozirlar zarur. Lekin ular harakatimizni palach holga tushirib qo'yadigan zaharga aylanib qolmasligi kerak. Hozir qaysi yo'lning to'g'ri ekanligini talash-tartish qilib o'ltiradigan vaqt emas. Balki bir nishon ostida sistemalik harakat qilish orqali o'z yo'lining haq ekanligini isbotlaydigan vaqtdir. Xulos shuki, endi o'rinsiz yig'lashni to'xtatib, ruhimizni qaytadan tavlaydigan, kurash irodamizni po'latdek chingitadigan vaqt keldi. Ruhimizdagi umidsizlik teg'ini portiltib, uning o'rniga ozodlik uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan yonar tog'dek bir ruhni tiklamasak bo'lmaydi. Qadrli qarindoshlar, birinchi bo'lim mushada oxirlashadi. Ikkinchi bo'limda Hindistonda o'zining tavranmas fikrlari sababidan chatki qilgan va yolg'izlikka mahkum qilingan Subhas Chandra Bosning ko'p qatimlab turmaga tashlangandan va yuzlagan ingliz josusining nazorati ostida uyiga nazarband qilingandan keyin bu arslon yurak mustaqillik jangchisining qafasni qandoq pari-pari qilib chiqqanligini, hamda ona vatanida nafas olishga imkon qolmaganligini his qilib, qurolliq qarshilik harakatini chet eldan boshlash orzusida bir musulmon do'stining yordami bilan ona yurtidan ayrilishini, Afg'onistonning ajallik yo'llarida uni qanday xavf-xatarlar va fursatlarning kutayotganligini hamda Afg'onistonda tortgan jafo mushaqqatlarini tafsiliy bayon qilamiz. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.